masallan. Bugun biz Minecraft oynayamiz. Bugun biz qayerda spawn bo'ldim. Bugun biz olmos topishimiz kerak deganda mana shu oltin, lekin biz hozir buni qazolmaymiz. Yo'q. Daraxt bor ekan yaxshi. Mayli hozircha cho'p tushmayaptimi? Yo'q, cho'p tushish kerak emasmi bulardan? Mana ikkita cho'p tushdi bittada. Bitta cho'p. Yo'q, bular bizda cho'lda spawn bo'ldik. Jigarim qum. Bizda hozir temir yo'q ekan-da. Temir hozir bizda tosh. Yo'q, Minecraft nima qanaqa yangi narsalar qo'shilib ketdi? Nima bu? Qanday holatda blok ekan? Okay. Let's go, daraxt chopamiz. Bu nima? Ancha bo'pti-ku, Minecraft'dan o'ynamaganmiz. Faqat Minecraft o'ynab. Bunaqa daraxtlarning rangi original Minecraft o'ynayapman-ku. Lekin daraxt sinishi ham bir muammo ekan-ku. Stulman bitta nasroga kirib narsani yoqib qo'ymabmiz. More people. Xo'sh. Nima derdi? Inventarimizni o'lsa ham inventarimizga narsalarni saqlanadigan qilib qo'ydim. Bunisi men o'ynayman, asabim buzilib ketadi. O'tgan videoda ham mana olmos qidiramiz birinchi qism, olmos qidiramiz ikkinchi qism, olmos qidiramiz uchinchi qism o'ynagandim. Mana bu olmos qidiramiz to'rtinchi qism deb chiqaraman buni. Chunki juda ham olmos topish juda ham qiziq men uchun. Okay. 15 minutdan yoki 13-14 minutdan bo'lib chiqaramiz videolarni. Oho, bir stak berar ekan-ku. Nima qildim? Mana bunaqa blokdan olsa bo'lar ekan-ku. Men qo'rqib o'tirgan ekanman. Mana bunaqa blokka aylantirib qo'ydim deb endi kamera taxta beradi deb. Men bunaqa to'rt verstak yasadim. Chunki men verstakni olib qaytarib qo'yib qo'ymayman-da. Shunaqa yomon odatim bor. Kirka kerak, tapor kerak. Shularni o'zizga kerak, chunki qilich unutmang hozir hech qanaqasiga kerak emas. Endi toshli makonga olg'a. Qayerdadir kon yo'qmidi, tosh ko'rmaganmidim qayerdadir. Shuni yomon ko'raman-ku. Onu nima? Oltin zo'r ekan-da, oltin ekan-da. Bu yerda hamma narsa faqat temir bo'lsa bo'lmaydimi oltin o'rniga? Oltin tez sinib ketadi-ku. Shunga ketdi. Tosh davri. Qotishini. Bunaqa qotmagan telefonim. Bitta qotishini oldini oladigan narsalar ham bor. Mana shuni yozib qo'ydim-da. Xuddi kompyuterda o'ynaganda o'q ketasizlar. Mana uncha qotmayapti endi, normalni. Bu ham ancha uzoqga qo'yiladi.
Нормально 34. O ko'mir. Temir olsam birinchi bo'lib anaqa nima derdi? Temirdan anaqa siyman. Kirka. Chunki temir kirka bilan hozir oltinlarni qo'lga olsa bo'ladi. Ham nezerga borganimizda oltin eng kerakli narsa bo'ladi. Oltinsiz hech narsa qilolmaydi nezerda. Okey. Shurada kon yo'qmikan yaqin? Nima bu bitta qizil qumli cho'l, olovrang qumli cho'l, keyin jungli, mana oddiy, mana bareli joy, keyin oq yarim oq desam bo'ladi, salpal. Temir topaylik, 3 ta bo'lsa ham temir topaylik. Alloh, temir topma deysizlar tag'in. Chunki kon topaylik deganimda nima gap bo'lib yotibdi-ku naryoqda. Let's go. Let's go now to this. Yana jumla aytdim men sizlarga. Spawn dahshat-ku. Bu kodni olib qo'ymasa bo'lmaydi, bu spawn kodini olib qo'ymasa bo'lmaydi. Xo'sh, bu suv, oddiy suv. Temir topish kerak-da, anaqa paqirtibman. Chele olarmidi? Xo'sh. Okay. Let's go. Omadimizni sinab ko'ramiz. Agar o'lsam, men aybdorman. Shuni men aybdorman. O'ldim. O'lganim yaxshiroqdi-ku, unaqa chalajon bo'lib yurgandan ko'ra. Hozir qornim ham ochadi. O'lamiz. Let's go. Skinshotda kimnikiga o'xshab ketyaptimi? Dreamnikiga o'xshab ketadi, lekin aynan Dream skin emas. Minecraftda ikkita jon olar ekan-ku, bitta jon olar ekan-ku, suv. Kon degan narsa yo'q ekan. Spawn zo'r, lekin kon yo'q, kon. Kon ham bo'ladimi? Bo'lmaydi. Yo'qsam bo'ladi hozir. Kon yo'q. Yo'q, yana 4 ta spawnli joy ekan bittada. Mana sariq oddiy qum ham bor mana. Qizil qumga borgim kelmayapti, cho'ta. Qizil qumda eng ko'p topiladigan narsa bu hech narsa deb o'ylayman. Chunki qizil qumni birinchi marta u yoqda spawn bo'lishim. Faqatgina boshqa youtuberlarning videosida ko'rganman qizil qumni. Bir xillarda modam deb o'ylayman. Mod o'tkazib qizil qum qilishgan deb o'ylaganman. Qattiq adashganman. Modsiz. Chunki men hech qachon modsiz bunaqa narsalarni tashladim Minecraftga modsiz. Lekin modli ham o'ynayam keladi. Bir xillarda mod hozir qiziq emas. Modda qiziq qolmadi to'g'risi. Endi qiziqroq narsa yo'qmi sizda? Siz uchun qiziqroq narsa cho'ta yo'q bu yerda. Cho'p bor yaxshi, cho'p. Ikkinchi cho'lda spawn bo'lish xohlayman, boshqa cho'lda spawn bo'lish. Lekin oltin normal kon. Nihoyat kon topilmaydi deb o'ylagandim. To'ppa-to'g'ri o'ylabman. Chunki konda temir yo'q. Temir degani bu hech narsa yo'q degani, bu degani bizga qilich kerak emas. Qilich yasab o'tirmaydi. Kirka kerak.
Tosh kirka bilan hozircha kirkani sindirib olishimiz kerak. Tushguncha ko'laylik. Qorong'i tushyapti. Pastga qilaman. Pastga qornim ochadi, xato ham ketadi ham. Cho'lda ham spam bo'lishi yomon ko'rib qoldim. Ikkinchi cho'lda. Oldin cho'lda spam bo'lsam yaxshiroq deb o'ylardim. Lekin cho'lda ko'p oltin bo'ladi. Piramida. Qayman cho'lda spam bo'lish. Ana oltinni yana oltin chiqyapti. Ana olmasmagan. Yana oltin. Temir nihoyat. Yo. Chiqmaydi deb o'ylagandim men temirni. Birinchi marta ko'raman temirni bolalar. Hozir million marta ko'rganman. Temirni oltin emasmi? Yarkisi ancha past. Yo'q, o'yinda o'zida past qilib qo'yganman yarkisiga. Baland bo'lish kerak-ku, yarkisi cho'ta yo'q bunda. Mana nima? Judayam yaqin qilib qo'ysam nima bo'ladi? Qotadimi? Yo'q. Hech narsa bo'lmayapti. Demak, qotyapti. Xo'sh, yarki o'zi bir muammo kerak buni ham yoqish. Yarkilik, nega yo'q? Yarki. Videomiz birinchi qismi tugadi. Birinchi qismida ama 4-chi qismi bor. Mana 4-chi qismida bitta 4ta qism chiqdi oradan. Hozircha. Daycha 14 minut bo'lguncha kutamiz. 14 minut bo'lguncha. Videomiz hozir juda ham kam minutda. Xo'sh. Men yashashim kerak. Yashashga tilib sepib chiqib ketdi. Kerak. Bu kerak. Temirlarni yirtamiz, sразу oltin ko'rish boshlaymiz. Ana yorug'lik. Lekin menda fakir yasashga ham iloji bor edi. Men fakir yasamadim. Qaraman qiziqmanda. Yo'q, yana bitta dona temir chiqsa. Nima shunga qaramadim shu temirga. Orqasida bitta bormi? Mana shuni sindiraylik. Sindirmasam bu tinmayman ya. Sindi. Bekorga sindirmabman buni. Men sindirdim. Ekranda xatolik. Temirli konga tushib qolganman.